Yo, barcha salom. Sizlar bilan Provis Gaming. Bu videomizda ko'rib turganlaringdek Artifact serverida o'ynaymiz. Nima qilasiz deyishingizlar mumkin. Bugun biz Artifact serveridagi mana bunday bochkalar, to'lib qolgan bochkalar hammasini bo'shatib chiqamiz. Artifact serveriga yordam. Toza bor ekan. Olamiz mana shunday bochkalarni ichidagi mana bunday toshlarda. Mana toshlar bunday qilib og'ir ekan deb oboramiz. Mana toshlar oboramiz, hammasini toshib ketishimiz kerak. Qolmas kerak. Bu men hozir Artifact serveri ikkinchi anarxiya 2 da o'ynayapman. Shuncha odam kamida o'ynayman o'zim. Chunki qasrga borishim kerak. Kastlga borishim kerak. Shu kastlga borib narsa to'plashim kerak-da. Bu yer toza. Nimalar bochkalar. Qanda bu Artifact serveri avval full ovoy to'lardi-ku. Hammasini olib ketamiz. Birinchi bu Artifact serveriga video olayotganim birinchisi bu bola. Gapirib o'tmanglar. Managa RTP deymiz. RTPga ketamiz. O'sha shuni tashlaymiz fisso. Tushuninglarmi bola? Taq bo'shatamiz. Mana shu joyni sal tezlashtirib yuboraman. Chunki YouTube bizga YouTube bizga 15 minutdan kam video olish kerak. Chunki 15 minutgacha video olish mumkin, lekin 15 minutdan oshib ketmasi kerak-da bolalar. Obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. Komment ham yozinglar. Bu YouTube kanalimiz rivoji uchun-da bolalar. Mana toshlarni olib ketamiz. Olib ketganlarda. Oy, to'la ekan-ku. Mana shu taraf o'zi bo'ldi. Endi yana RTP deymiz. RTP. Aniq kanalga obuna bo'lib, like bosib qo'yinglar. 3 sekund obuna bo'linglar. Mana shunday chetlarga kelamiz, toshni otamiz. Shuni sal tezlashtirib olaman, 2x qilib olaman. Budisi. Otganimiz qo'lga chiqib kerak emas. Videomiz kamiga 10 minutlik bo'ladi shekilli. Endi yana Warp Mine. Bu Artifact serverida anchadan beri o'ynayman. Sizlarga aytmayman-ku, lekin bunda o'ynayman-da. Agar kanalga obuna bo'laversalaring, sizlarga mana shu shalkani berib o'raman. Dinosaur, enchanting. Butun hammasini berib o'raman bola. Bular ko'lamen o'zimga dahshat kelgan bor-u. Bu taraf bo'ldi. Endi bu tarafga borishimiz kerak. Qani mana shu yo'llar kamgina ekan. No bola. Faqat Mindagir tozalaymiz. Keyingi videolarda butun Artifact serverini tozalaymiz. Tushuninglarmi bola? Nari. Sevib qoldim, salimane. Tushunmas ekan. Mana shuni hammasini olamiz. Keyin RTP. RTP. Hammasini tozalaymiz bola, hammasini. To'xtinglar, bitta kalaga narsa kelib qoldi-da. Shunday Warp Mine'ga toshlashsalaring, mine ichiga qanchadir sekunddan keyin yo'qib ketadi-da. 15 sekund, 16 sekund. Undan ko'ra mine ichiga tashlasak bo'lmaymi? Baribir qolib ketadi. To'g'ri bola.
Menga hech kim kirmagan payt o'tamizda. Bu kimdir o'ldirib ketsa ham bizga farqi yo'q. Joyga keyingi videolarimiz noldan kuchayish bo'ladi. Qilich. Qanday qilich? Udal. Shu qilich sizlarga solib qo'yaman bola. Normal sehr yo'q bo'lsa ham mayli. Nurda bo'ladi. Mana shu toshlar olamiz, mayni ichiga tashlaymiz. Bar mayni ichidan chiqyapti. Texnologiya. Bu qobiliyatning texnologiya qobiliyat degan bolalar. Yana aytaman, kanalga obuna bo'lib, like bosinglar. 90% odam 3 kun ichida kanalga like bosib obuna bo'la olmas ekanda bola. Men obunachilarim qilolarim, men bilaman unda. Mana shu yerga tashlaymiz, vaqt ketkazmaymiz. Bola, nota to'g'ri. Texnologiya bu, texnologiya. Konkurs qilaman. Telegram kanal bor. Telegram kanalda mod, oddiy Bedrock modga, Bedrock o'ynayotganim o'zi. Javaga o'tish yaxshiroq. G'oya keldi, shuning uchun Javaga o'tib ketdim. O'zi avvaldan Bedrock o'zi faqat Flowy Bedrock o'ynardim. Musurku. Keyingi videolarda noldan kuchayish, Castle'ga borib kuchayamiz. PvP qilamiz. Odamlar xo'rlaymiz. Toshlar hammasini olamiz. Mana shularda hammasini olamiz. Hozir soat 13:47. Siz nechida ko'ryapsiz? Mana shu videoni kommentariyaga yozib qo'yinglar. Mana shular otib boramiz. Qandaydir qilib full hammasini otib boradigan bo'lish kerak edi. Aytgancha, bitta nazar ko'rsataman sizlarga. Artifaktda birinchidan Night Vision berildi, cheksiz muddatga. Keyin server o'zbekcha bo'ldi. Kirib, mana shu serverga kirib o'ynasalaring bo'ladi. Telefondan o'ynasalaring bo'ladi. Mojo Launcherdan kirib o'ynasalaring bo'ladi. Kamgina qoldi o'zi burralar. Bu yerda o'zi Flowy tozaladim aytgancha. Bola endi mashhur qoldi. Mana shu to'rttagina wow. Mana bunday qilmaydir qilib olardi-da. Bu mana shunaqa olib ketaveramiz. Sichqoncha ham bor, noda. Telefonda sichqoncha zo'r degani. Mana shu burayni tozalaymiz, keyin full void tozalangan bo'ladi. Video maksimal 40 masga harakat qilaman. Chunki kanalga obuna bo'linglar, obunachim noda 50 ta bo'lsa, jonli efir qilishim mumkin bo'lar. Roix Gaming nomer 1 akkauntim nomi. Hech kim video chopmasin. Mana shu bo'ri qoldi. Mana shunday tozalaymiz, bo'ldi vse. Bola. Maqsadimizga yetdik, bola. Ye. Qilish tashlab yubordim, bola. Olib qo'yamda bo'lardi. Bu maqsadimizga yetdik. Obuna bo'lib, like bosib, kommentariyaga Roix Gaming nomer 1 deb yozib qo'yamiz-da. Pulimiz ham mana 12 million. Agar konkursda yutib chiqsalaring, birinchi o'ringa 50 million pul, ikkinchi o'ringa 30 million pul, to'rtinchi o'ringa bitta bo'lmasa birinchi o'ringa nima deydi? Imperator,
kirkasi qo'yamiz. Ikkinchi o'ringa 50 million pul, uchinchi o'ringa 30 million pul. Konkursimiz sentyabrda boshlanadi. Telegram kanalimizga obuna bo'lib qo'yinglar. Kommentariyaga qadab qo'yaman. Bo'lmasa sizlar bilan Rolex Gaming bo'ldi, bolalar.